Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Pravda posyolkasiga kelganmiz. Bitta pensioner amakini Nexus 2larini sotishga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 Sons gibrid motorli, bosib o'tgan masofasi probegi 110 ming kilometr yurgan mashina, benzinda, gaz pas qo'yilmagan ekan. Bu boshida prostoy konditsionerli bo'lgan, gidravlika qo'yishgan, stiklopodъемniklar qo'yib qo'yishgan. Mashina faqat benzinda yurgan ekan, gaz umuman o'rnatilmagan. Menimcha O'zbekiston bo'yicha yagona Nexus 2 benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan. Rangini qaranglar buni o'rtoqlar, rangiga nechi baho. Xo'p, salon qismiga keladigan bo'lsak, endi ozgina kirroq salon, mana eski chexollar bilan olib tashlasanglar, sedenalar dizaynli turgan ekan. O'zinglar uchun olgan odam bitta himchiska qo'yib oladi, bitta polirovka qo'yib oladi, shu bilan mashina olov bo'ladi. Balonlar absolyutno yap-yangi. Mashinani aybiga keladigan bo'lsak, oldi 10 krilo va oldi 10 passajir eshigi yuzaki sepilgan, qolgan joylar top-toza, suyaklar but-butun, bemalol xohlagan ustiga tekshirib olishingiz mumkin. Mashinaning texnik holatlari ham zo'r holatda ekan, motor soatda ishlab turibdi, ходовойлari zo'r holatda, taqir-tuquri yo'q. Haydab ko'rdik o'zimiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $4100. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar.